Mo'minlar amiri mendan Yamanga qozilikka munosib bir kishini topishni so'radilar. Seni qozilikka munosib deb o'yladim, Ahmad. Men bilan mo'minlar amiri huzuriga kirish uchun tayyorgarligingni ko'r. Bunday mas'uliyatli ishni bajarishga sendan ham munosabini topolmadim. Alloh sizni afv etsin. Endigina sizdan ilm olishni boshladim deganimda, siz meni qozilik ishiga buyuryapsiz. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. Ey Abu Abdulloh, yana bu haqda gapirsangiz, meni boshqa ko'rmaysiz. Qay ahvolga kelib qolganimizni ko'ryapsanmi, Abu Abbos? Bir-birimizni o'ldirishni istayapmiz. Musulmonlar bir-birini o'ldirishdan ham yomonroq ish bormi? Chegara ortidagi dushmanlarimiz ham bu jaholatni ko'rib mazax qiladilar. Shunday qilganlarni Alloh jazolasin. Bu urushni biz boshlaganimiz yo'q. Qirg'in barotni ular boshladilar. Hoji. Kim boshlagan muhim emas, Abu Abbos. Muhimi bu urush hammamizga azob beradi. Bu qanday sodir bo'ldi? Bilmadim, hojam, bilolmadim. Tohir ibn Husayn Mahanni qanday qilib o'ldirishi mumkin? Qo'shinini tor-mor etibdi. Bu qanday bo'ldi? Shunday bo'ldi, tushuna olmadim, hojam. Sharmandalik. 4 kishiga 40 ming askar bilan mag'lub bo'ldingizmi? Bu qanday sharmandalik? Sharmandalikdan boshqa hech narsa emas bu. Hammangizga la'nat. Hammangizga la'natlar bo'lsin. Alhamdulillah, dushmanlaringizni yer bilan yakson qildingiz, mo'minlar amiri. Bunda qulingiz, qo'shiningiz sardori Tohir ibn Husaynning xizmati katta. Mo'minlar amirining birodarlari, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Avvalo Allohning inoyati bilan, qolaversa sadoqat va shijoat ila qilgan harakatingiz tufayli g'alabaga erishdik. Shoyat ibn Avi va ibn Mahanning o'ldirilishi Bag'dodliklarning qat'iyatini susaytirsa, adashgan yo'llaridan qaytarsa. Agar ular qaytsalar biz ham qaytamiz. Ular albatta mag'lubiyatga uchraydilar. Biz esa albatta g'alaba qozonamiz, inshaalloh. Bu jangda qancha musulmon halok bo'ldi? Shuni istaganmiding, ukajon? Shularning o'rniga otamizning vasiyatini ado etsang bo'lmasmidi? Alloh seni mag'firat qilsin, Abu Musa. Sendan yashirib o'tirmayman. Ahvol yana ham yomonlashdi, Haris. Tohir ibn Husayn Basrani ishg'ol qildi. Endi u boshqa shaharlarga hujumini kuchaytiradi. Bir necha haftada u Bag'dod atrofidagi yerlarga yaqinlashib qolishdan qo'rqyapman. Qanday qilib shu ahvolga kelib qoldik? Axir bizning askarlarimiz ko'p bo'lsa, ulardan kuchliroq bo'lsak, mo'minlar amiri biri boshqasini qulatishi mumkinmi? Mutlaq hokimlik uning qo'lida. Uning askarlari haq yo'lda emasliklarini bilsalarda, o'zlariga qat'iy ishonch bilan jang qilyaptilar. Ular bu jang hayot-mamot jangi ekanini yaxshi biladilar. Ammo biznikilar, ming afsuski, ular faqat Abu Musa al-Amin hisob qilmay to'layotgan pullarni o'ylaydilar. Jin ursin ularni. Biz mag'lub bo'lsak, Ma'mun va uning odamlari bizni ustimizdan hukmronlik qilishlarini bilmaydilarmi? Bu qanday be'dodlik? Ularga faqat pul kerak. Kim ko'proq pul bersa, shuni aytganini qilib ketaveradilar. Bu hali hammasi emas. Mana ko'rasan, Al-Ma'mun va uning odamlari bu yerga kelib o'rnashib olganlarida haqiqiy sharmandalik bo'ladi. Muhtaram birodarlar, Bag'dod xalqi bu zolimga qarshi qo'zg'olon qilish kerak. Ular alaminga qarshi turishlari kerak. Shunda biz uni osonlikcha yo'q qila olamiz. Tushunyapsizmi? Osonlikcha. Lekin qanday qilib? U odamlarni pul bilan chalg'itib qo'ygan. O'z akasi Ma'munni o'ldirish uchun katta miqdorda pul sarflab, odamlarni yollagan. Bu pullar musulmonlarning pullari. U Allohning dushmani. Musulmonlarni o'zlarining pullari bilan o'ldirmoqchi.
Askarlar qo'lidagi har bir qurol musulmonlarning pullari evaziga olingan. Qanday qilib musulmonlarni o'z mollari bilan o'ldirishi mumkin? Bu so'zlaringni butun xalqqa yetkazish kerak. U xurosonliklar qilichidan yiqilgunicha odamlar qalbidan chiqib ketishi kerak. Tushundingizmi? Sizni juda ham band ekaningizni bilaman, ammo Makka-i Mukarramaga ketishdan avval sizdan ruxsat so'rashni vojib deb bildim. Qani endi ketmasangiz, Abu Abdulloh. Cheksiz tashvish va muammolarimga qaramay, sizni ko'rish qalbimga surur bag'ishlaydi. Alloh sizdan rozi bo'lsin, mo'minlar amiri. Har bir boshlangan ishning nihoyasi bor. Ijozatingiz bilan shu qulay fursatda sizga bir gapni aytishni lozim ko'rdim. Gapiring, Abu Abdulloh. Sizni tinglash men uchun sharaf. Musulmonlar qoni to'kilishini to'xtating, mo'minlar amiri. Qanday qilib mo'min bo'la turib bir-birining qonini to'kish mumkin? Qolaversa siz mo'minlarning amirisiz. Horun ar-Rashid rahimahulloh naslidansiz. Raqibingiz esa iningiz Ma'mun. Hojam musulmon qoni hurmati. Qarindoshlik rishtalari qilichlar jarangidan ustun emasmi? Qilich yalang'ochlanib bo'ldi, Abu Abdulloh. Toki qalbda niyat, aqlda fikr, ko'ngilda azmu qaror, qulay fursat bor ekan, hamma narsani to'g'rilashni imkoni bor, mo'minlar amiri. O'q-yoydan chiqib bo'lgan bo'lsa, uni qaytarish imkonsiz, Ibn Idris. Lekin urush akam qo'lidan chiqib, nafratli zolimlar u avom xalq qo'liga o'tib bo'ldi. Endi ular akam Ma'munni qabul qilsalar ham yarashishni qabul qilmaydilar. Bu urush hammamizning boshimizga yetadi. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'qdir. Bu urush, birodarlar, islomning vabosidir. Bu jang islomni yuksaldirish uchun emas, balki hokimiyatni qo'lga kiritish va saqlab qolish uchun sodir bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Bu yomonliklarni hammasini Ma'mun boshladi-ku. Nima bo'lsa ham, kim bu urushda qatnashsa gunohkor bo'ladi. Bunday vaziyatda aqlli odam yomonliklardan uzoq bo'ladi va uyidan chiqmaydi. Odamlarni hukumatga qarshi qo'zg'ayapsan. Allohdan qo'rqmaysanmi? Ayg'oqchilar bor. Qachongacha biz zolimlarga bosh egamiz? Ularga qarshi chiqa olmaymiz. Ayting, qachongacha? Alloh huzuriga borganimizda xatolarimiz uchun Amin va uning akasi javob beradimi? Uyg'oninglar musulmonlar, ko'zingizni oching. Odamlar uyg'oning. Qachongacha jim yurasiz? Qachongacha? Uyg'oning musulmon, uyg'oning. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohim mo'minlar va mo'minalarni, musulmonlar va muslimalarni mag'firat et. Ularning qalblari va maqsadlarini birlashtir. Tinchlik yo'liga boshla. Ey Qodir egam, ularni dushmanlaring va o'zlarining dushmanlaridan uzoqlashtir. Ey rahimlilarning rahimlisi, Allohim ummatga to'g'ri yo'l ko'rsat. O'zingga itoatkor odamlarni aziz qilgin. Adovat qilganlarni xor qilgin. Ma'siyat yo'liga kirganlarga hidoyat ber, ularning yaxshiliklarini ko'paytir. Yomonliklardan uzoq qil ya Rabbim. Amin.
Kechadan beri ovozlar tingani yo'q. Amin va Mamunning kelishmovchiligi nimalarga sabab bo'lganini ko'ryapsizmi? Hatto jamoat bilan o'qiladigan namoz ham ado etilmayapti. Allohim o'zing yordam ber. Bag'dodda tinchlik, xotirjamlik yo'qolgandan odamlar uylaridan chiqa olmayaptilar. Qanday kunlarga qolding, ey Bag'dod? Ha, qanday baloga giriftor bo'lding, ey Bag'dod? Go'yoki o'g'ri va talonchilar qulay fursatni kutib turgandek, haromdan tap tortmasdan qo'llariga ilingan narsani olib qochyaptilar. Ar-Rashidning o'g'illari Alloh rasuliga yuborganlariga muvofiq va maslahatchilarining gapiga ko'ra ish ko'rganlarda edi. Bularning hammasini oldin olsa bo'lardi. Lekin Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. Endi bu urushdan hech qanday manfaat olmaydigan oddiy xalq tovon to'laydi. Allohim musulmonlarning qoni to'kilishi, bu fitna oqibatida bizlarga keladigan yashirin va zohiriy yomonliklarni to'xtat. So'zlarini o'zingga bog'la. Biz uchun muqaddas bo'lganlarni asra. Yomon ko'rganlardan saqla. Ilohi amin. Amin. Quvilgan shayton yomonligidan Alloh panohini so'rayman. Mehribon va rahimli Allohning nomida boshlayman. Qayerdasan bolam? Bolamni ko'rmadingizmi? Bolamni! Bolam! Qayerga ketding bolam? Shahar aholisi uylarini tashlab qochmoqdalar. Qayerga qochadilar? Tohir ibn Husayn askarlari shaharga bostirib kelib, ularni ado qilishdan qo'rqyaptilar. Tohir ibn Husaynni jahannamga ravona qiling. Qani askarlar? Qani ularning boshliqlari? Amirlari qayoqqa daf bo'ldi? Sendan so'rayapman. Askarlarning ko'plari va ayrim ulamolar Tohir ibn Husayn tarafiga o'tib ketdi. Endi ular dushman qo'shinida jang qilmoqdalar. Ming la'nat ularga. Tohir ibn Husayn buncha ham omadli bo'lmasa. Men askarlarga 2 barobar ko'p haq to'layotgan bo'lsam ham, Al-Ma'munning Tohiriga qo'shilyaptilar. Xuddi kalamushdek qochib qoldilar. Qanday sharmandalik. Sharmandalik va odamlarning qahr zulmidan Allohimdan panoh so'rayman. Assalomu alaykum mo'minlar amiri. Uni topdingmi? Hamma yerni qarab chiqdim. Uni topa olmadim. Qayoqqa ketibdi? Ibn Robiy qayerga ketibdi? Qidirmagan joyim qolmadi.
Lekin uni top. Qayerda bo'lmasin topib kelasan. Uni hoziroq qarshimda ko'rishni istayman. amringiz bosh ustiga hojam. Assalomu alaykum, mo'minlar amiri. Va alaykum assalom. Vaziringiz Al-Fadl ibn Al-Robiy qochib ketibdi, hojam. Qochibdi. Meni Al-Ma'munni ag'darishga ishontirib, o'zi qochib qoldimi? O'g'lim Musoni valiahdligiga bay'at qilib qayerga qochdi? Ming la'nat hammasiga. Tura qol, ketdik. Nima gap o'zi, nima bo'ldi? Ibn Robiy qochdi. Biz ham qochishimiz kerak. Qani bo'l, ketdik. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. Musulmonlarni fitnalardan uzoq qilsin. Hammangiz omonmisiz? Xabar olgani keldim. Biz ketishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Sen ham onang bilan tayyorgarligingni ko'r. Birga ketamiz. Qayerga boramiz? Boshqalarga o'xshab siz ham qochasizmi? Bu jangi jadaldan qochish kerak. Allohning qadaridan Allohning qadariga qochamizmi? Nima bo'lsa ham men Bag'dodni tark etmayman. Bag'dod. Essizgina Bag'dod. Alloh menga kifoya va eng yaxshi vakildir.
Usamaga o'xshab biz ham Bag'dodni tark etsak yaxshi bo'larmidi? O'lim har yerda ham bor, Favz. O'ldirayotganlar ham, o'layotganlar ham musulmonlar ekanidan yuragim og'riyapti. Begunohlar qoni to'kilmoqda. Allohim, o'zing madad ber. Alloh, o'zing yordamchimsan. Butun shaharni vayron qilmagunlaricha to'xtamaydilar. Ertagayoq shaharni tark etishingiz kerak. Hozir yo'lga chiqish xatarli. Ular Bag'dodni har tomondan o'rab olishgan. Hamma savdo yo'llari berkitilgan. Seni o'z saroyingda hibsga olishlarini yoki saroyni vayron etishlarini kutib o'tirasanmi, o'g'lim? Men nima ham qila olardim? Bu yerda men kuch-quvvatsiz o'tiribman. Men tarafimda men bilan qolishdan qo'rqmagan bir necha odam qoldi xolos. Alloh biladi. Balki ular ham ertami kechmi Ma'mun qo'shiniga o'tib ketarlar. Agar Tohir ibn Husayn sizni qo'lga olsa, sizni o'ldirishdan ham uni hech kim to'xtata olmaydi. Yarim tunda chiqib, Husama ibn Uyayn nazoratidagi yerlarga borganing yaxshi bo'lam. Harsamami? Harsama ibn Uyayn Tohir ibn Husaynning tarafida. Ikkovi ham Al-Ma'munga sodiqlik ko'rsatish uchun poyga o'ynayaptilar. Harsama aqlli odam. Senga ozor bermaydi. Axir sen Ma'munning ukasisan. Otangga bo'lgan hurmatidan akangni himoya qilganidek, seni ham himoya qiladi. Bu sharmandalik meni dushmanimdan dushmanimga qochishgacha olib keldi. Bevafo dunyo. Unga hirs qo'yganlar ham bevafo. Al-Ma'mun sening dushmaning emas, Muhammad. U sening akang. Sizlarni ayirib, o'z manfaatini ko'zlayotganlar bo'lmasa edi, sen hozir bunday holatda bo'lmas eding, bolam. O'z xatolarimdan qochib, o'zim loyiq bo'lgan yerga, uzoqlarga ketishim kerakga o'xshaydi. Muhammad, Muso va Abdulloh endi sizga omonat onajon. Allohning o'zi asrasin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qarsam tarafga yo'l olishga tayyormiz, Abu Muso. U sizni Dajla qirg'og'i yaqinida kutib oladigan bo'ldi. Allohning panohiga omonat topshirdim, o'g'lim. Allohning o'zi asrasin.
Bag'dod. Kim seni bu ahvolga soldi? Ey Bag'dod, seni ne kuylarga solishdi? Axir sen ko'zlarining quvonchi eding-ku. Ey Bag'dod, seni ne kuylarga solishdi? Axir sen ko'zlarining quvonchi eding-ku. Ey Bag'dod, seni ne kuylarga solishdi? Allohning ko'magi bilan Amin akasi Ma'munning yoniga yetib olsa hammasi tugaydi. Ha, shunday bo'ladi. Aka o'z ukasini qatl etmaydi. Al-Ma'mun juda ham aqlli. Din va diyonati bunday qilishiga yo'l qo'ymaydi. Aka ukasini qatl etmaydi. Ular kichikligidan shu yerlarda yugurib yurardilar. Necha marta shu yerda o'yin kulgu bilan jang qilganlar. Lekin bir-birlarini o'ldirmaganlar. Yo'q. Ular aslo bir-birlarini o'ldirishga harakat qilmaganlar. Aka o'z ukasini o'ldirmaydi. Ertaga Amir al-Amin
o'z akasi Valiahd shahzoda Al-Ma'mun bilan uchrashadi va hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Shunday bo'lishiga aminman. Aka o'z ukasini o'ldirmaydi. Aka o'z ukasini o'ldirmaydi. Zolimning zulmi nihoyasiga yetdi. Alhamdulillah, yana bir fir'avndan bizni asragan Allohga shukrlar bo'lsin. Hamma ishlar yaxshilikka va biz o'ylagandek bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Bag'dodda uning hech narsasi qolgani yo'q. Vazirlari ham, qo'shini ham qochib ketdi. Qo'shin ichida shunday mishmishlar tarqaldi, ammo men o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha ishonmayman. Seni quvontiradiganlarni o'z ko'zing bilan ko'rasan hali. Sabrimizni g'alaba bilan mukofotlagan va dardimizni yengil qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Birodarlarim, haq yuzaga chiqdi. Botil yo'qoldi. Yaqinda ko'zlaringiz mo'minlar amiri Al-Ma'munni ko'rish vaqtiga muyassar bo'ladi. Alloh uni asrasin va barcha yomonliklardan muhofaza qilsin. Mo'minlar amiri Al-Ma'munga g'alaba bo'lsin. Mo'minlar amiriga sharaflar bo'lsin. Aqlga sig'maydi. Shunday bo'lishini kim o'ylabdi deysiz? Mo'minlar amiri bu sizmi? Bu nokaslar sizni qanday qo'lga oldilar? Tohir ibn Husaynning askarlari bizga hujum qilib, hammamizni suvga cho'ktirib yubordi. Qirg'oqqacha arang suzib keldim. Qirg'oqda esa mana bular meni qo'lga oldi. Keyin sizga jonim fido bo'lsin hojam. Qanday qilib bu ishlarga jur'at qildilar? Axir siz Ar-Roshidning o'g'li Ma'munning ukasisiz. Undaylar qon to'kish va puldan boshqasini o'ylamaydilar. Kerak bo'lsa, Ma'munni ham hisobga olmaydilar. Ularni bu ishga itoatkorliklari emas, balki nafratlari yetaklaydi. Ular sizni xafa qila olmaydilar. Ojizlik qiladilar. Shunday deb o'ylaysanmi, Haris? Shunday ekaniga aminman, hojam. Ularning asosiy maqsadlari Amir Ma'mun bilan sizni yuzlashtirib, orangizni isloh qilib, ittifoq qilishdir. Bilaman, men xato qildim, ammo Ma'munning xatosi menikidan og'irroq. U nima qilib qo'yganini o'zi ham sezmayapti. Bu johillarga o'zimiz taslim bo'ldik. Endi ikkovimiz ham jazoimizni olamiz. Sodir bo'layotgan ishlar sizga ta'sir qilayotganga o'xshaydi, onajon. Allohning taqdiridan norozi emasman. Yoki onam qo'rqib ketdilar deb xavotir oldingmi? Bu kunlar ham o'tib ketar. Biz ko'rganlarimiz dahshatidan chaqaloqning sochi oqardi. Allohning o'zi bizni qo'lladi. Qiynalmadik ham, qochmadik ham. Qon o'z yo'lidagilarni yuvadi. O'zining olovini yaxshi his etarkan, odamlarni birin-ketin g'arq qiladi. Mahzun bo'lmang, onajon. Jonim sizga fido bo'lsin. Allohning taqdiri allaqachon bitilgan. U odamlarning tinchligi va orzulariga e'tibor qilmaydi. Men sendek o'g'il bilan yashab dunyoni tark etsam, Allohga shukr aytaman. Men bu dunyoda sendan o'zgasini istamayman. Alloh umringizni ziyoda qilsin, onajon. Siz har bir ishda hamrohimsiz. Qani edi siz menga berganlaringizni ozginasini bo'lsa ham qaytara olsam. Yonimda sendek farzandni, komil insonni,
ufqlarni ilm va nurga to'ldirgan bir shayxni ko'rishning o'zi menga kifoya. Gaplarim og'ir botsa, meni kechiring hojam, ammo xiyonatni eng yuksak odamlaringiz qilishdi. Ibn Robiy qochib ketib, sizni mushkul vaziyatda tashlab qo'ydi hojam. Odamlar xoinni izlab, qo'lga tushirish harakatidalar hozir. Hamma gaplaring to'g'ri, Haris. Ammo men ularni faqat yaxshi deb bilaman. Sadoqatni ulardan emas, balki ulardan foydalanganlardan talab qilish kerak. Ularni xiyonatini ko'ra bila turib, qanday qilib shunday deyapsiz? Hozir ayblashning vaqti emas. Undan ko'ra ayt. Ular bilan qanday kelishib olding? Ular meni ham qo'lga olib o'ldirmoqchi edilar. Jonimni pul berib saqlab qoldim. Ularga faqat dinor va dirhamlar kerak. Bir hovuch dirhamga dunyoni ham sotib yuboradilar. Qani endi men ham pullar berib, ular bilan kelisha olsam. Hojam, ular sizga zarar bera olmaydilar. Bu yovuzlar meni o'ldirmasalar tinchimaydilar. Akam Ma'munning yoniga yetib borsam, ularning ko'ngillari joyiga tushadi. Bag'dod, Hijriy 204-yil. Ko'ryapsanmi Ibn Nuh? Oxir oqibat hammamiz mana shu yerga kelamiz. Shoh ham, gado ham qabrga keladi. Sen hali ham ularni o'ylayapsanmi, Abu Abdulloh? Ularning ruhi yodimdan o'chmaydi Ibn Nuh. Ular mening butun olamim edilar. Alloh rahmatiga olsin. Nafaqat onam, balki oilam ham edilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Alloh rahmat qilsin. Joylari jannatda bo'lsin Ibn Hanbal.
ulardan avval o'lishni xohlardim. Ammo biz faqat Robbimiz rozi bo'lgan narsani aytamiz. Olguvchi ham, berguvchi ham Allohdir. Albatta biz Allohnikimiz va albatta unga qaytguvchimiz. O'zingni qo'lga ol Ibn Hanbal. Yashaganlar vafot etadi. Vafot etganlar unutiladi. Keyin navbatdagilar keladi. Sen ham vafot etasan, ular ham vafot etadilar. Hammasi Allohdan. Bu yerga nega kelganimni unutay debman. Yaxshilikdir inshaalloh. Allohning inoyati ila hamma narsa yaxshilikkadir. Bag'dod ulamolari va faqihlari sen bilan suhbatlashgani seni chaqiryaptilar. Ular yangi tug'ilgan chaqaloq uchun duo qilmoqchilar. Alloh umri bilan bergan bo'lsin. Alloh barokatli qilsin. Qani unda ketdikmi? Ibn Hanbal odamlar kutib qolishdi. Yur.